Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun Qo'shko'pir sentrdan xudo xolasa buyurtma shtabik. Oq moddiy qilchimdan eshiklarimizni bitirdik. Xudo xolasa yana nashat chizik materiallar, zamonlar 5 kilitli zamon. Xudo xolasa 9 eshik o'rnatdik. Obunachilar ko'rib boraverasizlar. Buyurtma shtabik high-tech variantda bo'ldi. 08lik materialdan bo'ldi. Kimga qiziqarli bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar buni o'qib qo'yasizlar. Shunday sifatli ishlarni sizlar uchun qilib beraveramiz xudo xolasa. Yana 9 eshik o'rnatamiz. Mana stolchiklar. Alamatan bo'ldingizmi? Eng yaxshi, eng sifatli materialdan bo'ldi obunachilar. Çok getir. Davonlari bilan birga. Bularni pullarına kelsak, bularning kvadrati 1 milliondan, shu 1.90lik kapımız, davonlar hamma narsasi bilan eng yaxshi materialdan ishlansa, xudo xolasa 2 million 900 3 million o'rtasida davonlar bilan chiqib turibdi. Arka dekoratsiya davonlari bilan eng yaxshi materialdan. Bu qimmatroq desangizda arzonroq variantlardan qilib beraveramiz. Davor yo'q bo'lsa 2 million 300 dan o'sha eldana narsasi bilan 2 million 300 ming so'mdan to'g'ri keladi. Davorsiz o'sha eshikni komplekt qo'yib beramiz xudo xolasa. Qilchimdan variant shu. Xudo xolasa yana ishlarimizni ko'rsatib boraveramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib borasizlar. Mana bu yarım eshikimiz komplekt eldana arka karanlıklar işleri davullar bilan birga 3 million 400 ming so'mdan tushib turibdi. Xudo xolasa ko'raverasizlar. Stresh o'rab qo'ymoqsa remont bo'ladi. Ko'rib baho beraverasizlar. Yana obzorat eshiklarimizni ko'rsatib boraveramiz.